Qarshi xalqaro aeroportining ro'parasida Buyuk To'ron mahallasini arkasidan kirganinglarda o'ng qo'lda joylashgan uyimizni obzoriga kelganmiz. Uyimiz 2 xonali bo'ladi. Bu kirib kelish qismi. Bu yoqda esa hojatxonasi. Bu sanuzeli. O'ng tomonda esa birinchi xonamiz joylashgan. Ko'rishingiz mumkin, isitish radiatorlariga ega, tundon siyka. Bu yoqda esa ko'rishingiz mumkin, Qarshi xalqaro aeroporti shundoqqina ko'rinib turadi. Bu xonamizdan chiqqanimizda o'ngga burilganimizda mana ikkinchi xonamiz joylashgan. Bu yoqda konditsioner bor, isitish radiatorlariga ega. Olgan odam bitta ozgina remont qilib yuborish kerak ekan. Bu esa proyekt bo'yicha oshxonamiz hisoblanadi. Oshxonamiz balkonga ko'chirilgan. Tapchanlari bor ekan. O'zi 90% odam oshxonani balkonga ko'chirishadi. Bu yoqda esa mana ko'rishingiz mumkin, yo'l ko'rinib turibdi shundoqqina. Kvartiramiz 4 etajli domni 3-etajda joylashgan. Uglovoy emas, o'rta qatorda joylashgan bo'lib, 2 xonali uy hisoblanadi. Narxi esa 300 million so'm so'rashyapti. Pastda egalarining raqami qoldirilgan. Bemalol telefon qilib, ko'rib, yana savdolashsanglar bo'ladi.